3 ta qonun bor. Kattalarni ko'rganda salom berish kerak, qizilchilarni to'xtash kerak, semiz odamni ko'rganda so'rasa so'ramasa semizligini aytish kerak. Chunki ochda semizlik o'zi kasallik bu. Umuman qaranglar. Maktabda har bitta sinfga semizlarni bittadan bo'lib berishgan, varatada turish uchun. Eng qizig'i ularni ustidan kulishga ruxsat berishmagan. Nimaga berishmagan? Ustidan kulishma buni. Nima qilaylik? Erkalataylik. Mana ustidan kulmodik, o'zi gipopotamus bo'lib ketdi. Semirib ketdi bu. Qanday qilib odam beshidan turib tikoga sig'may qolish mumkin? Tikoga sig'sa tiko yurmay qolyapti. Yoshligimda o'ynagan mashinamga yerga yopishib qolyapti. Lyuboy odam aytishi mumkin. Lyuboy odam o'tirib turib ozish kerak, vez tashlash kerak deyishi mumkin, lekin qozon kabob yeb o'tirgan odam emas. Qozon kabob yeb o'tirib turib ozishmaydi. Nima qilyapsan sen ozish uchun? Doktorga bordim. Har xil ko'k o'tli narsalar ye dedi, parhez dedi. Seni doktor mol deb ayta olmabdi betingga. Shuning uchun o'tli narsalar ye degan senga. Dori yozib berdi, 2,5 millionga dori oldim deydi. 2,5 millionlik narsani yeb qanday ozib ketmoqchisan sen? Yemasdan ozishni plan qilyapsan? Jabo bo'lsa oshqozonimni operatsiya qildirib olaman. Yo'q, oshqozonni emas, sen og'zingni tiktirib operatsiya qildirsang, keyin semirmay qo'yasan.